Привет, do'stlar. Mana biza ovqat pishirish jarayonini vlog qilib olmoqdamiz. Go'shtimiz muzlatgichda qolganini video davomida ko'rishingiz mumkin. Birinchi navbatda kartoshka, piyozlarimizni tozalab oldik. So'ng loviya va makaron va yog'. Ana endi ovqat qilish jarayonimizga marhamat. Mana endi bizlar piyozimizni chalara qilib qovuryapmiz. Piyozimiz qovurilyapti. Qovurilib turguncha kartoshkalarimizni to'g'rab, qolgan masalliqlarni tayyorlayveramiz. Mana endi bizlar kartoshkamizni solishga boshlaymiz. Ana endi biz tabga ko'ra tuzlar solamiz. Mana bu ovqatimizga qo'shiladigan masalliqdan biri bu ittifoq tomat. Marhamat, endi ovqatimizga kartoshkani solib olamiz. Marhamat, endi ovqatimizga loviyani solib ketaveramiz. Marhamat, loviyamizni solib oldik. Endigina keyingi masalliqga. Mana biz endi ovqatimizga ittifoq tomatini solamiz. Marhamat, endi ovqatimizga suv solamiz. Suvimiz qaynagandan so'ng sal past olovga qo'yib, qaynatib, pishirib tayyorlab olamiz. Hammaga rahmat, like, podpiska va колокольчик bosib ketishni unutmanglar.